Eng sodiq ayollar qanday bo'ladi? Eng sodiq ayollar sendan deyarli hech narsa talab qilishmaydi. Topganingni yeb, olib berganingni kiyib, farzandlariga tarbiya berib o'tiradi. Ishlashga ruxsat bermasang ham uyda tejab biringni ikki qiladi. Ruxsat bersang-ku, topganini bolalari bilan senga sarflaydi. Ular kam gap bo'ladi, og'ir bosiq bo'ladi. Deyarli g'iybat qilmaydi. O'rtoqlaring bilan toqqa, choyxonaga bir haftalab safarga ketgan paytingda seni bezovta ham qilishmaydi. O'zing bir marta telefon qilmaguningcha. Sendan yaxshi so'z kutishadi, lekin so'rasha olmaydi. Borib sen shu narsaga o'rganib qolasan. Eng sodiq ayollar eri tomonidan juda ko'p xiyonatga uchraydi. Erlari imminni o'zidan narsa talab qiladigan, arazlaydigan, joyi kelganda so'kib beradigan qaysar xotinlarga ketib qolishadi. Sodiq ayollar sodiqligicha qolishadi. Eng sodiq